Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Baxtiyorjon ukam bilan. Assalomu alaykum. Baxtiyorjon ukamni yaxshi taniysizlar. Hozirga bitta manzara ko'rsatamiz. Bismillah. Mashalloh. Tatarga kelib qoldik. Tatar qishloq tog'lariga. Qashqadaryo Bekobod tumani Tatar qishlog'i. Joylarga kelganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar, biladiganlar bo'lsa. Shveysariya, O'zbekistondagi Shveysariya. Hayron qolaman-da aka, hamma shu aqqa-baqqa yuguradi-da. Ayni mana shunaqa yam-yashil bo'lgan bahor boshlangan paytlari, yashillik paytlari hech kim kelmaydi mana shu joyga. Nima kerak bor ekan, chetlarga chiqib deyman, manzarani qarang. O'zimizda ham e'tibor bilan aylansa juda chiroyli joylar ko'p. Shu zo'r haqiqatda. Juda chiroyli joylar. O'rtani tavsiya qilaman, o'rtaga kirib ishlashga chiroyli. Tatar, Tutak, juda chiroyli joylar. Tutak yo'llari qiyin, lekin Tatar ayniqsa eng chiroyli joy Tatar. Necha baho qo'yishni ham bilmayapman. 6 da. Bebaho, ha? 1dan 6 gacha qo'yishsin. Bebaho joylar. 1dan 6 gacha baho berishsin. Bu yerda daryo bor. Chiroyli daryo bor mana. Hozir biz borayotgan joylarimizga daryo va vahshiy chiroyli joylari bor. Suvni qaraylik. Hozir bu atmosfera mana havoni sizlarga jo'natib berilmayapmiz, lekin haqiqatda havosi juda ham toza. Mana daryo bor. Mashalloh. O'zimizda chiroyli joylar ko'p. Hammani o'zimizga aylanishni tavsiya qilaman.